Albatta Allohning kuchi bilan mana 2 karra jahon chempioni bo'ldik. Allohga shukr. Buning uchun butun O'zbekistonimizga, shu prezidentimizga, shu yoshlarga, sportchilarga shuncha imkoniyatlar beryapti. Unumli foydalanyapmiz. Rahmat aytaman va murabbiylarimga. Xudo xolasa, bundan keyin to'xtab qolmaymiz. O'zim aytganimdek, kuchim yetganicha harakat qilamiz. Faqat kuchimiz yetib turibdi. Hali beri karyerani tugatish niyatimiz yo'q. Olimpiada chempionisiz, mana jahon chempionati medallari ham ko'payib ketdi. Bundan keyingi ambitsiya nima? Endi asosiysi chempion kamariga harakat qilamiz. Bundan buyog'iga Xudo xolasa. Endi bitta shu chempionlik kamari qoldi. Professionallik. Bu yerda mana rossiyalik jurnalist bo'layapti. Pulni qayerga sarflashni reja qilyapti. Endi bu pulni ota-onamizga beramiz. Bizda shu bu yerga yetib kelishimizga shuncha hissasini qo'shgan orqamizda ota-onamiz turadi. Shuning uchun ular nima qilsa, shunga sarflaymiz.